Assalomu alaykum obunachilar. Qalasizlar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar? Bugun biz hardcore'da 0 dan survival qilamiz. Ko'ramiz qayergacha borishimizda. Like bosib obuna bo'lib turinglar. Unda bo'lmasam ketdi. Birinchi bobo hozir biz esdan chiqibdi yana. Isirga o'xshab. Hammasi esimdan chiqaveradi. Hozir olamiz. Ham esdan chiqadi do'stlar. Gapirmay. O'zini aytyapti. Juda meni skinim senikidan zo'r. World of Skinsdan. Obunachilar mana ovqat. Desam ishonmanglar. Ignako'y, men ismim Mr. Craft. Obuna bo'lib qo'yasizlar. Hozir chiqadigan kanalga tezroq 1000 ta bo'laylik yoki 100 tami. Hardcore'da kirdilarmi kellang? Kirib ketib bo'qinga. Bum shakala kala degan qo'shiqlar. Obunachilar va endi 0 dan artefaktlar shuncha kun yashadi. Bunda o'lib qolmaslik kerak. Shunchalik buyuk youtuberlar ham o'lib qolmay arang yashayapti. Demak biz 600 kundan ko'p yashagan artefakt. 600 kun emas-ku, 500 kun. Aytgancha kommentariyada yozib qo'yinglar, artefaktmi yoki kayzomi? Biz ham yaqinda kompyuterda olamiz yoki notebook. Olaman. Men youtuber bo'laman. Youtuber emas. Bloger bo'lmayman. Nurmuhammad. Baqirmas. Voy, buni daraxtlar chiroyligina. Yiqilgan daraxt kim ko'rgan? Uzun yiqilgan daraxt. Hozir ko'rsataman. Mana shular olay. Mana shuni o'ldirib olay. Voy, chankim bilan. Hozir ko'rsataman. Qo'ylarni olaydi. Igna quvaq biqi. Quvaq biqi. Kerak bo'lsa qizigan bilmoqmi? Yo'q, Ustozingiz Google aytayapti. Google rosa bo'lasi. Google. Haligi qiladi-yu, bitta odam ChatGPTga o'ylanayotganda Google xotiralar bilan yig'laydi-yu. Shohmoy, haligi Google. Mana qaranglar. Munun qaranglar, ajoyib. Birinchi o'rinda qishloqda topishimiz kerak. Yur, oyda ovqat bor. Oddiy buyumda nima qilyapti bu daraxt? Muni. Bu kerak. O'zing qilib chiqdingmi? Sen qilib. Munun qaranglar, obunachilar. Ko'zini qaranglar. Ko'zchasini qaranglar. Shunday katta blok deyapti. Urolmayman deb. Obunachilar, like bilan podpiskaga, like sifatga, obunaga kalla qo'ysalaring zo'r bo'lardi. Like ga chang kalla qo'yasizlar. Obunaga sifatga qo'ysalaring, o'zi yaxshi bo'lib ketadi. Fulton, Kailos. Shuncha ovqatim bo'ldi-ye. Bo'ldi men. Ovqatdan mamma yo'q.
Obunachilar like bosib obuna qilib turamiz. Qancha yashashimizni ko'ramiz. Nechinchi kun ekan hozir? What the fuck? Hozir nechinchi kunligini ko'ramiz. Har ko'rdim. Vuy! Obunachilar nimaga hardcore'da shunaqa ekan, a? Tepaga chiqay. Ha. Kimni ham bermadi obunachilar. Uravermang, mening ham o'g'lim bor. Voy, kechqurun tushyapti. Kechqurun tushyapti obunachilar. Uxladim obunachilar. Birinchi tun ketdi. Orada hech kim yo'q, demak hammasi. Tarvuzni qo'limizga olamiz va ketdik. Men tapor olay. Zombi. Zombi. Obunachilar zombi urib oldi. Voy, obunachilar nima qildim? Unda 10-daqiqalardan sekin tugatib qandashlarimizni kiraveramiz. Yep qilamiz va bitta olamiz. Ko'rinmay qolsa, obunachilar ko'rinyaptimi sizlarga? Ko'rinyapti ham menga. Hech narsa chiqmadi. Aka, mana wait play to'rtaymi? Bilmayman. Tosh chiqquncha ko'rlar obunachilar. Temir chiqadigan joydan o'tib ketdik obunachilar. Birinchi kun o'tdi-da. Obunachilar sizlar deb
shuncha mana hardcore yashayapman. Obuna va like bosasizlar. Shunda ulug' kunlardan kechga qolyapman ham. Unda xayrlashaveramiz. Xayr obunachilar. Sizlar bilan yana o'sha Mr. Craft bo'ldi. Keyingi safarlardan skin bilan chiqaman. Unda yana ko'rishguncha xayr.